rus tilida gapirishga qiynalaman, so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilaman. Sizda ham ushbu muammo tanishmi? Juda ko'p insonlar rus tilida gapirishganda xatolarga yo'l qo'yishadi va bundan uyalishadi. Sizda ham ushbu muammo bormi? Qachongacha shunaqa rus tilida qiynalib gapirib yurasiz? Undan ko'ra izohlarda filiz belgisini qoldirib, batafsil ma'lumotga ega bo'ling. IELTS writingda ko'pchilik kandidatlar yuqori ball olish uchun Band 9, Band 8, C1, C2 vocabularydan foydalanishni afzal ko'rishadi va bu ularga yuqori ball olib keladi deb o'ylashadi. Lekin bu biroz noto'g'ri yondashuv. Haqiqatan ham IELTS writingda band descriptor qismida lexical resource qismi bor. U sizni qanchalik yuqori leveldagi so'zni foydalanganingizni emas, so'zni qanchalik to'g'ri foydalanganingizni baholaydi. Shuning uchun bilmagan, qiyin, yozilishi qiyin, talaffuzi qiyin so'zlarni foydalanish o'rniga biladigan so'zlaringizdan to'g'ri foydalansangiz, bu sizga yuqoriroq ball olib kelish ehtimolini ko'paytiradi. Assalomu alaykum, ismi Said Akbar, ana min Uzbekistan, umri 11, أنا أتعلم اللغة العربية في هذا المركز في الأكاديمي. أستاذتي اسمها محسنة. اللغة العربية لغة جميلة. السلام عليكم، اسمي نيجينا، عمري 11، أنا من سمرقند، أنا أتعلم اللغة العربية في هذا المركز في الأكاديمي. أستاذتي اسمها مهينة، أنا أحب اللغة العربية جدا. السلام عليكم، اسمي مفتونة، عمري 29، أنا من سمرقند، أنا أتعلم اللغة العربية في مركز فيلت أكاديمي. أستاذتي اسمها مهينة، أنا أحب اللغة العربية جدا. Nemis tilini o'rganib Germaniyada ta'lim olishni yoki ishlashni xohlaysizmi? O'quv markazimiz nemis tilini tez va samarali o'rganishingizga yordam beradi. Nemis tili kurslarimizda nemischa grammatikaga chuqur yondashuv, suhbat va talaffuz mashqlari, professional ustozlardan ta'lim olish, zamonaviy o'quv usullari va resurslar kabi imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Kursimizga ro'yxatdan o'tish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring. Men qo'lim qaltirab olmayman. Yes. Biz bugun odamlar bilan ha va yo'q o'yinini ingliz tilida davom ettiramiz. Qani ket. Do you work or study? Study. Study, yes. Study. Okay. Hop, siz 120 voucher yutib Sad, what's your name? My name is Mumi. Mumi? Da. Oh, that Yes. Do you work, study or work? No. No. Hey, what's your name? Sarwar. Sarwar? Of course. Yes. Of course. Okay. Do you work or study? I study university. Economics and service. Service? Yeah. Yes. Yes. What? What's your name? My name is Sevinch. Sevinch? Sevinch. Yes. 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 Qarachilikni yaxshi ko'raman. Ovqat kerak menga hozir. Qonim ochdi. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Bebihojar. Hozirda Samarqand davlat chet tillari institutining 2-bosqich talabasiman. Va shu bilan birgalikda hozirda Felt Akademiyada o'qituvchilik lavozimida ishlamoqdaman. Ish boshlaganimga avgustdan ish boshladim. Shu bilan deyarli 4 oydan beri ishlayapman. Xo'p, nima uchun Felt Akademiyani tanlaganman? Xo'p, birinchi o'rinda eng yaqin insonlarim, deyarli oilam bo'lib ketgan insonlar va a'zolar shu yerda jamlangan. Shu bilan birgalikda atmosfera, Felt Akademiya bilan birgalikda o'sa olishimni bilganim uchun, rivojlana olishimni bilganim uchun ham Felt Akademiyani tanlaganman. Albatta chaqirishgan. Akam deyman. Akam Bobur aka chaqirganlar ishga. Birgalikda ishni rivojlantirishni, birgalikda ishlashimizni taklif qilganlarida juda ham xursand bo'lganman. Men uchun yaxshi taklif bo'lgan, o'shaning uchun tanlagan. Xo'p, kelajakdagi rejalarimni aniq ayta olmayman, chunki rejalar juda ham ko'p. Sirli desam ham bo'ladi.
bu sohada ketish niyatim bor. Ishdan so'ng asosan kunim ishda o'tadi, lekin ishdan so'ng meni qo'shimcha tilim bor, ya'ni xitoy tili bilan ham shug'ullanaman va sayr qilish yaxshi ko'raman. Xo'p, nima uchun o'quvchilar Field Academy tanlashi kerak? Asosan samimiylik bo'lganligi sababli, har qanaqa, har tarafdan qulayliklar va sharoitlar bo'lganligi sababli ham, narx jihatdan ham, o'qituvchilarimiz pozitivlik bo'lganligi sababli ham har taraflama deb o'ylayman. Ideal. Zo'r. Markazimizda yakshanba kunidan unumli foydalangan holda zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Qur'a tashlash orqali tarkib topgan 14 ta guruhlar o'rtasida qizg'in bahs olib borildi. G'oliblikka talabgor o'quvchilarda g'alaba quvonchi, shu bilan birgalikda mag'lubiyat alami ham sezilarli darajada edi. Har bitta g'alaba guruhlarni finalga tobora yaqinlashtirdi. Va nihoyat Everest va Magatari guruhlari final bosqichi ishtirokchilariga aylanishdi. Va nihoyat mutlaq g'olib deb Everest jamoasi topildi. G'oliblar Field Academy asoschisi tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Masalan, talabalarda oladigan bo'lsangiz, kimdir himmati oliy bo'ladi, o'zini sinfida a'lochi bo'lishligi bilan kifoyalanmaydi. Butun o'sha bir jamiasida yoki madrasasida yoki maktabida birinchi bo'lishni xohlaydi. Faqat diplom olishlik uchun o'qimaydi. Diplomda ham qizilini olishlikni xohlaydi. Hamma baholarni 5 bo'lishini xohlaydi. Yana bir shunday bir talab ilmlar bor, talablar himmatsiz. Shu eplab kunini o'tkazib olsa bo'ldi. Eplab bir 3 olsa-yu, ekzamindan bir bola qo'lini maqsa, o'tib qo'liga diplom olsa bo'ldi. U ham talab, bu ham talab. Bunisi oliy himmat, ikkinchisi himmatsiz. Assalomu alaykum. Men Ustonova Gulbahor, 49 yoshdaman. Field Academy til o'quv markaziga qatnab kelyapman. 1,5 oydan beri ancha o'zlashtirdim. Ustozimiz Ruxshona, ustoz bilan dars o'tyapmiz. Yoshlarda maslahat berardimki, shu ilm olishlarini, ilm olish yoshga qaramaydi, beshikdan to qabrgacha ilm olish kerak har bir inson. Va Field markazi, o'quv markaziga, til markaziga yoshlarni o'qishlarini tavsiya etaman. Juda ham nimalari juda ham yaxshi, malakali ustozlar dars berishyapti va ancha 1,5 oy ichida ancha o'zlashtirib o'qib, o'sha arab tilini anchagina o'zlashtirib oldim. Rahmat ustozlarga. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun o'quv markazimizda yana bir yaxshi natija. O'quvchimiz Intizor o'zlarining IELTS sertifikatlarini qo'lga kiritdilar. Xo'p, Intizor, bitta urinishda IELTS 6,5. Avvalo bu natija bilan sizni tabriklaymiz. Meni xabarim bor, o'zi bungacha safirdan bechora qo'lga kiritgan edingiz. Nima uchun IELTS topshirdik? Men shunchaki chet davlatlarga, ya'ni institutlarga o'zimni sinab ko'rmoqchi edim. Shuning uchun ham IELTS sertifikatini qo'lga kiritishga harakat qildim. Va bu men kutmagan natija, albatta, lekin nasib qilgan ekan. Albatta, Ahmadjon ustoz bilan qanaqa qattiq bu natijada ishlaganingizni biz bilamiz. Kerak bo'lsa har kuni kelib ishladingiz, yarim kunlab markazda kechqurungacha qolib ketadigan vaziyatlaringiz bo'ldi. Umuman IELTS imtihoni safirdagidan qanday farqlar bo'ldi? Albatta, safirga qaraganda farqlar katta, chunki bu qiyinroq nisbatan, chunki birinchi o'rinda speaking imtihonini oladigan bo'lsak, unda siz chet davlatdagi odam bilan yuzma-yuz gaplashasiz. Kompyuter bilan gaplashgandan ko'ra ancha farqliroq deb o'ylayman. Menimcha eng qiyinchiliklari meni shu speaking va writing sectionlarida bo'ldi. Xudo xohlasa bu natija bilan to'xtab qolmaymiz. Albatta. Buni biz sizdan yana yuqoricha kutyapmiz, chunki xudo xohlasa endi qachonga biz yana ko'taramiz buni. Nasib bo'lsa, dekabr oylaridami yoki bo'lmasam bu yillarga. Do'stlar, mana shu joyda yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, bizning o'quvchilarimiz hech qachon to'xtab qolishni Tegi so'zni to'g'ri o'qib bering va 120 ming vaucherga ega bo'ling. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Shu so'zni bizga o'qib bersiz, sizga sovg'amiz bor. Multidis. Ha, sizga sovg'amiz. Rahmat. Shu so'zni bizga to'g'ri o'qib bersangiz, sizga sovg'amiz bor. Multidisciplinary. Shu so'zni to'g'ri o'qib bersangiz, sizga inglizchada sovg'amiz bor. Multidisciplinary.
disciplinary. Nega setib oldingiz? Mayli, xo'p, sog'. Ingliz tilida shu so'zni o'qib bersangiz, sizga sovg'amiz bor. Hop, buni? Jack ekan. Multidisciplinary. Yes. Bor, 120 ming so'm voucher yutib oldik. Sizga ingliz tilida shu so'zni to'g'ri o'qib bersangiz, sizga sovg'amiz bor. Multidisciplinary. 120 minglik voucherimiz. Xohlaganmadan borishingiz mumkin. Bizga ingliz tilida shu so'zni to'g'ri o'qib bersangiz, sizga sovg'amiz bor. Multiple disciplinary. Sovg'amiz, uncha to'g'ri o'qimadingiz, lekin sizga sniker sovg'amiz bor. Shu so'zni bizga to'g'ri o'qib bersangiz, sizga sovg'amiz bor. Assalomu alaykum. Multidisciplinary. Mana sizga sovg'amiz. Rahmat, salomat bo'ling. Ingliz tilida shu so'zni to'g'ri o'qib bersangiz, sizga sovg'amiz bor. Multidisciplinary. Okay, thank you. Siz bizni voucherimizni yutib oldingiz. Rahmat. Agar shu so'zni to'g'ri o'qib bersangiz, sizga voucherimiz bor. Multidisciplinary. Okay, thank you. Sovg'amiz sizga. Ko'rib turganingiz hech qanday festival yoki prezentatsiya emas. Biz nima demoqchimiz azizlar? Samarqand shahrida ilk bor 2024-yil 16-may sanasida Felsa Academy o'quv markazi o'z faoliyatini boshladi.